Osiyoning 5 karra eng yaxshi hakami Jahon chempionati uchrashuvlarini boshqarish miqdori bo'yicha rekord sohibi Ravshan Ermatov bugun yordamchilari Abduhamidullo Rasulov va Jahongir Saidov bilan birga Rossiyaga yo'l oladi deb xabar bermoqda UEFA sayti. Ana shu safar oldidan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida Milliy olimpiya qo'mitasi prezidenti va UEFA birinchi vitse-prezidenti Umid Ahmadjonov Ravshan Ermatov va uning guruhi qabul qildi va ularga oq yo'l tiladi. O'z navbatida Ravshan Ermatov va uning guruhi ko'rsatilgan e'tibor va ishonch uchun katta minnatdorchilik bildirib, o'zbek hakamlarini saviyasini butun dunyoga yana bir bor ko'rsatish uchun Jahon chempionatida bor mahoratini ishga solishga va'da berishdi. Qayd qilish joizki, Jahon chempionatida Ravshan Ermatov guruhidan tashqari komissar sifatida Olim Arifov hamda hakamlar nazoratchisi sifatida Farhod Abdullayev ham ishtirok etishadi. O'zbek futboli tarixida birinchi marta Jahon chempionatida bosh hakam, linesmenlar, hakamlar nazoratchisi va uchrashuv komissari to'liq tarkibda ishlashadi. Gucci gang, oh, that's it right now, Tina. Lil Pump, yeah, Gucci gang, oh, yeah, big head on the beat. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread their racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh.